Shu kunlarda qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan keng jamoatchilik ishtirokida targ'ibot ishlari yanada kuchaytirilgan. Bunda ichimlik suv tarmog'iga o'z boshimchalik bilan ulanganlik, suvni hisobga olish uskunalari va plombalarga qasddan shikast yetkazganlik kabi holatlar uchun tegishli jazo choralari ko'rilmoqda. Toshkent shahar 7-klinik shifoxonasi yonginasida qurilayotgan 5 qavatli bino. Bizga ma'lum qilinishicha, obyekt xususiy shifoxona bo'ladi. Manzilda olib borilgan o'rganishlar natijasida qurilish ishlari davom etayotgan bino ichimlik suvi tarmog'iga o'zboshimchalik bilan ulanganligi aniqlandi. Bu tortilgan ichimlik suvi o'rganilganda texnik xulosada ichimlik suvini tizimi mana shu shifoxona tizimidan ulanishi quruvchi tadbirkor tomonidan shahar oqova suv tarmog'iga diametri 300 talik bo'lgan shahar oqova suv tarmog'iga o'zboshimchalik bilan texnik shartdan tashqari ulab qo'yganligi ma'lum bo'ldi birinchi holatda. Ikkinchi holatda qurilish binosiga kirayotgan ichimlik suvini suv hisoblagich uskunasi bor. Shu belgilangan tartibda davlat ro'yxatidan o'tmaganligi ma'lum bo'ldi. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan joriy yilning o'tgan davri mobaynida ichimlik suvi ta'minoti va oqova suvlarni chiqarib yuborish xizmatlaridan foydalanishda 236 ta qonun buzilish holatlari aniqlangan. Ularga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalariga asosan umumiy miqdori 725 million so'mlik 251 ta ma'muriy jarimalar qo'llanilgan. Aniqlangan mazkur holat yuzasidan ham tegishli tartibda chora ko'rildi. Suv ta'minoti xodimlari tomonidan 26 aprel sanasida holat o'rganilib, dalolatnoma rasmiylashtirib, quruvchiga tushuntirish ishlari olib borilgan. 1 oy muddatda suv hisoblagichi davlat ro'yxatidan o'tkazish kerakligi tushuntirilgan bo'lsa, hamki mana hozirga shu paytgacha kelib ro'yxatdan o'tkazilmagan. Shu yuzasidan mana inspeksiya xodimlari tomonidan o'rganishlar amalga oshirildi. Qonun buzuvchi shaxslarga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalari bilan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirib, ma'muriy chora ko'rilishi ma'lum qilinadi. Obyekt o'sha qurilish jarayoni boshlangandan keyin u qancha suv iste'mol qilgani bo'yicha hisoblab chiqiladi. Bu bo'yicha ham tegishli chora ko'rilishi bildiriladi. Keyingi manzil Yashnobod tumanidagi avtomobillarni yuvish shoxobchasi. Faoliyat boshlaganiga 1 yilcha bo'lgan shoxobcha shahar oqova suv tarmog'iga noqonuniy ulangani ma'lum bo'ldi. Monitoring qilib o'rganganimizda avtomobil shoxobchasidan chiqayotgan suv oqova suv tizimiga ulangan, lekin shoxobcha tomonidan bu holat bo'yicha tuman oqova suv tarmog'i tashkiloti bilan shartnoma tuzilmagan. Bu oqova suv tizimiga shu yerda yashovchi xonadonlar tomonidan ham suv oqiziladi. Bundan tashqari mana o'zboshimchalik bilan shartnoma tuzmasdan turib oqizilyapti. Bu o'z navbatida oqova suv tizimiga o'z yuklamasini oshiradi. Shu holat yuzasidan oqova suv xodimlari joyiga chaqirtirildi. Shartnoma tuzgunga qadar oqizish holatlari to'xtatilish choralari ko'rildi. Inspeksiya mas'ullari tomonidan shu kabi reyd tadbirlari joylarda davom etmoqda. Unutmang, suv resurslaridan oqilona va tejamkorlik bilan foydalanish har bir fuqaroning ham insoniy, ham qonuniy burchidir. Gulijon Noraliyeva, Avaz Xolmumenov, Sherzod Xo'jabaxtiyorov, Poytaxt.